Assalomu alaykum Ali Lazer obunachilari. Biz sizlarga hozir 1610 Shandong zavod bilan 1610 T Guangzhou zavod lazer uskunalarini farqlarini ko'rsatib beramiz. Birinchi farqi narxida. 1610 T Guangzhou zavod 1610 Shandong zavoddan qimmat. Farqi $500. Oddiy g'aladoni bitta kam bo'lsa ham $100 arzon bo'ladi va doskasida relis o'qida ishlatilgan detallarida asosiy lazer stanogida yuragi bo'lgan lampasida 1610 T Guangzhou zavodda TY firmasining 1850 modeldagi lampasi o'rnatilgan. 1610 modelida esa Shandong zavodda Yongli firmasining lazerli lampasi o'rnatilgan. Havo kompressori Halfa brendidan 009 o'rnatilgan Guangzhou zavodda, Shandong zavodda esa boshqa firmanikining ASO 008 havo kompressori o'rnatilgan. 1610 T modelda havo tortadigan ulitkasi 750 wattlik Iron firmasiniki. Bunda esa 550 wattlik o'rnatilgan. Chillerida ham farqi bor. Sa firmasining original chiller o'rnatilgan 5200 talik, bunda boshqa firmaniki o'rnatilgan. Va boshqa ko'p joylarda ham farqlari bor. Barcha turdagi lazer uskunalar va ehtiyot qismlari to'g'risida ma'lumot olish uchun quyidagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin.